Biz hozir Bamiy bozoridamiz. Eski joylarda. Mana bu. Biz hozir Bamiy bozoriga yetib keldik. Mana bu. Bu bozorda o'zi hamma sotoqsiz bo'ladi. Mana qanday zo'r narsalar bor. Oyoq kiyimlar. Oyoq kiyimlar bor, hamma narsa bor. Mana. Kaman keladi, oyoq kiyimlar. Hamma narsa bor. Bu virikli narsa ham bor ekan. Mana kiyim-kechaklar bor ekan. Mana bu. Germaga olishadi. Bu bozor nomini agar so'ratgan bo'lsanglar, bu bozor nomi Qarshi shahrida joylashgan Yerqo'rg'on bozori bo'ladi. Oyoq kiyimlar bor ekan. Aka oyoq kiyimlar nechi pul ekan? Oyoq kiyimlar nechi pul? 50. Joni sog' bo'lsa aka, 50 ming 40 ming aka. Oyoq kiyimlar. Mana kiyim-kechaklar. Mana qishki etiklar bor ekan mana aka. Kimga keraksa, kelisanglar bo'ladi. Sog'. Mana shu kiyim-kechaklar. Mana ayollar plastik pardalar sotiladi. Yerdan kiyim-kechaklar.